Ba'zi odamlar mehrini gap bilan emas, mehnati bilan ko'rsatadi. Said 45 yoshga kirganida birinchi marta otasining qo'llariga diqqat bilan qaradi. Bolaligida u bu qo'llarni faqat qattiq deb bilardi. Otasi uni quchganida ham unda yumshoqlikdan ko'ra kuch sezilardi. Otasi dehqon edi. Ertalab tong yorishmasdan turar, dalaga ketar, kech qorong'i tushganda qaytardi. Said bolaligida ko'p o'ylardi. Nega mening otam boshqalarnikidek kulmaydi? Nega u meni maqtab erkalatmaydi? Maktabda bir kuni o'qituvchi so'radi. Kimning otasi qahramon? Bolalar birin-ketin turishdi. Mening otam militsiya. Mening otam biznesmen. Mening otam chet elda ishlaydi. Said esa jim turdi. Uning otasi faqat yer haydar, paxta terar, qishda o'tin yorardi. Uyga kelib onasidan so'radi. Ona, nega mening otam oddiy dehqon? Onasi jilmayib dedi. Bolam, yer bilan ishlaydigan odam oddiy bo'lmaydi. Lekin o'sha paytda Said buni tushunmadi. Yillar o'tdi. Said katta bo'ldi. Shaharga ketdi. O'qidi. Ish topdi. Pul topdi. Mashina oldi. Uylana boshladi. Hayoti asta-sekin yaxshilandi. Otasi esa o'sha. Qo'llari yorilgan, terisi quyoshda qoraygan, tirnoqlari orasida tuproq izlari qolgan. Bir kuni Said ishidan charchab, asabiy holda qishloqqa bordi. Otasi hovlida o'tin yorayotgan ekan. Uni ko'rib bo'lgani qo'ydi va faqat shunday dedi. Bolam, charchamadingmi? Shu oddiy savol Saidning yuragini larzaga soldi. U o'ylab qoldi. Otasi hech qachon men seni yaxshi ko'raman demagan. Lekin har kuni tong saharda turib uning kelajagi uchun ishlagan. Bolaligida maktab formasi toza bo'lsa, bu otasining mehnati edi. Qishda uy issiq bo'lsa, bu otasining mehnati edi. Shaharga o'qishga borganda kontrakt to'lansa, bu ham otasining mehnati edi. Said birinchi marta otasining qo'llarini qo'liga oldi. Qattiq yorilgan, ammo shu qo'llar uni bolaligida yiqilganda ko'targan. Shu qo'llar uni qo'rquvdan himoya qilgan. Shu qo'llar uning orzulari uchun ishlagan. Saidning ko'zlariga yosh keldi. Ot. Asa hayron bo'ldi. Nima bo'ldi, bolam? Said asta dedi. Otam rahmat. Otasi kuldi. Rahmatni menga emas, Allohga ayt. O'sha kuni Said anglab yetdi. Mehr doim shirin so'z bilan kelmaydi. Ba'zan u jim mehnat ko'rinishida bo'ladi. Oradan bir necha yil o'tdi. Otasi qaridi. Qo'llari endi bo'lgani ko'tara olmay qoldi. Bir kuni Said yana qo'liga qaradi. Endi u qo'llar titrar, kuchi kamaygan edi. Said ichida o'yladi, men kechikmadimmi? Chunki ba'zan inson ota-onasining qadrini ularning kuchi ketganda tushunadi. Va eng og'iri, ba'zi odamlar kech tushunadi. Shuning uchun, agar ota-onangiz yoningizda bo'lsa, bugun qo'ng'iroq qiling. Bugun rahmat ayting. Bugun quchoqlang. Chunki ertaga kech bo'lishi mumkin. Hayot insonni o'rgatadi. Lekin ba'zan juda kech o'rgatadi. Rustam 52 yoshda edi. Shaharda yashardi. 2 farzandi bor, yaxshi ishda ishlaydi, mashinasi bor, uy-joyi bor. Tashqaridan qaraganda hammasi joyida. Lekin ichida nimadir yetishmasdi. Onasi qishloqda yolg'iz yashardi. Otasi 10 yil oldin vafot etgan edi. Onasi ko'p marta qo'ng'iroq qilib derdi. Bolam, vaqt topsang, kelib ketgin. Rustam esa har safar bir bahona topardi. Ona, ish ko'p. Ona, yigilish bor. Ona, bolalarni olib boraman keyin. Keyin degan so'z inson hayotidagi eng xavfli so'z ekanini u hali bilmasdi. Bir kuni kechqurun Rustam ishxonada o'tirganda telefon jiringladi. Qo'shnisi edi. Aka, tezroq keling. Onangizning ahvoli og'ir. Rustamning qo'lidagi telefon titrab ketdi. Yo'l juda uzun tuyuldi. Har bir svetofor, har bir burilish asabini sinardi. Mashinani tez haydar, ichida esa ming xil o'y. Yana ulguraman, albatta ulguraman. Uyga kirganida onasi yotardi. Ko'zlari ochiq, lekin juda holdan toygan. Rustam yoniga o'tirdi. Onasining qo'lini ushladi. Qo'llar sovuq edi. Onasi asta dedi. Keldingmi, bolam? Rustamning tomog'iga nimadir tiqildi. Ona, men shu yerdaman.
Onasi uning yuziga uzoq qaradi. Go'yo bolaligini eslayotgandek. Bolam, sen baxtli bo'l, men sendan roziman. Shu so'zlardan keyin onasi ko'zini yumdi. Rustam qotib qoldi. U yig'lamadi avvaliga. Faqat ichida nimadir sinib ketdi. Ertasi kuni dafn marosimida odamlar ko'p gapirishdi. Onangiz yaxshi ayol edi. Duosi kuchli edi. Siz bilan faxrlanardi. Rustam esa bitta narsani o'ylardi. Men oxirgi marta qachon onamni quchoqlagandim? Oxirgi marta qachon rahmat degandim? Eslay olmadi. Uyga qaytgach, onasining eski sandigini ochdi. Ichidan suratlar chiqdi. Bolalikdagi rasmlari. Maktab formasi bilan tushgan surat. Armiyaga ketayotgan paytdagi surat. Har bir surat ortida bir mehnat bor edi. Onasining uyqusiz tunlari, tashvishlari, duolari. Rustam bir narsani juda kech tushundi. Ota-ona farzanddan ko'p narsa so'ramaydi. Ular faqat e'tibor kutadi. Pul emas, sovg'a emas. Faqat bir iliq so'z. Oradan vaqt o'tdi. Rustam har juma qabristonga boradigan bo'ldi. Onasining qabri yonida o'tirib gapirardi. Ona, men keldim. Lekin endi javob yo'q edi. Bir kuni Ogli kelib dedi. Dada, ertaga do'stlarim bilan chiqmoqchiman, siz bilan o'tirishga vaqtim yo'q. Rustam jim qoldi. Chunki u o'zini ko'rdi Oglida. Shunda u qaror qildi. Endi u farzandlariga vaqt ajratadi. Har kuni birga ovqatlanadi. Onasidan kech qolgan mehrni farzandlariga beradi. Chunki hayot unga og'ir saboq bergan edi. Mehrni kechiktirma. Rahmatni ertaga qoldirma. Qo'ng'iroqni keyinga surma. Chunki ba'zi eshiklar yopilgach qayta ochilmaydi.